Assalomu alaykum barchaga. Xudo xolasa bugun yana bir ishimizni boshladik. 3-iyun. Gulmaz mahallasi, O'rtoqshlar qishlog'iga, Siroj akamiz xonadoniga tavzor qilamiz qisqacha. Xudo xolasa bugun naborimiz juda chiroyli chiqdi. 560 razmerda bo'lgan. Juda keng holatda bo'lgan. Rabochiy zonalari ham juda ham katta bo'lgan, juda ham. Bemalol ayollarimiz mazza qilib ishlaydi. Xo'sh, mana bu tortmalarga kelganimizda tandium mexanizmlar 40 kggacha vес ko'taradi. Mana bu yerda polностью nabor ketadi. Mana shunaqa polniy nabor ketadi. Sakson bu endi Xudo xolasa chiroyli. Mana bu nimalari ham rakmenalari ham juda katta keng holatda bo'lgan, zo'r chiroyli chiqdi bunisi ham o'zini. Mana stoleshnisalar to'g'ri Erondagi 3 kunlik stoleshnisalar MDF zo'r xizmat qiladi bular, Xudo xolasa. Bu gazimiz sal ko'tariladi. Mana bu nima bilan bir xil bo'lib ketadi, Xudo xolasa. Sal pastroq turibdi, oyoq qo'yiladi. Vechkalar Goodwill firmasiniki, turbinli motorli. Bu ham Xudo xolasa zo'r xizmat qiladigan. Tipalar polni bez ruchka holatda bo'lgan. Shunaqa ko'plar so'raydi. Tipa qismi tarelka sig'maydi deb shunaqa javob tushadi. Mana bosh tarelka bemalol ichi bu bosh tarelka, bundan ham katta tarelkalar bemalol sig'adi. Razmerlarni shunday qilamiz bizlar, bu mayda qilmaymiz, xolasa juda sifatli toza qilib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.